Qishki ta'til bu faqat dam olish emas, bu o'zingni sinab ko'rish, yangi do'stlar topish uchun ajoyib imkoniyat. Yoshlar ishlari agentligi yoshlarning qishki ta'tilini mazmunli tashkil etish maqsadida 5-10 yanvar kunlari mahallalarda mazmunli ta'til dasturini taqdim etadi. Dastur doirasida yosh toifasi bo'yicha quyidagi tanlov va musobaqalar tashkil etiladi. 5-yanvar futbol musobaqalari. Futbolni sevasanmi? Maydonga chiq va o'yna. Futbol musobaqalarida ishtirok et. 6-yanvar zakovat intellektual o'yini. 7-yanvar kibersport musobaqasi. Kibersport faqat sabrni emas, jasoratni talab qiladi. Bizning safimizga qo'shil, kuchli va shijoatli bo'l. 8-yanvar milliy karaoke tadbiri. Qo'shiq aytishni yoqtirasanmi? Sevimli qo'shiqlaringni milliy karaokeda kuyla va qishki ta'tilni maroqli o'tkaz. 9-yanvar shaxmat va shashka o'yinlari. 10-yanvar quvnoq startlar musobaqalari o'tkaziladi. Yoshlar, sport bu kuch, harakat va g'alaba. Sport tadbirlarida faol ishtirok et. Sog'lom bo'l, kuchli bo'l. Oldinga intil. Shuningdek, Ibrat farzandlari, Mutolaa, Ustoz AI, Uz-Cheez platformalarida onlayn viktorinalar o'tkazilib, g'oliblar qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi.